Odam agar qo'pol, qattiqqo'l bo'ladigan bo'lsa, bolasini tarbiyasida qattiqlik qiladigan bo'lsa, qo'pollik qiladigan bo'lsa, bolasini o'zidan uzoqlashtiradi. Bolasini yaqinlashtirishlik, bolasini tarbiyasini isloh qilishlik emas. Bu bilan qattiqqo'llik bilan bolani tarbiyasi chiroyli bo'lmaydi. Erkalatishlik ham o'zini me'yorida bo'lishlik kerak. Bolaga e'tibor ham o'zini me'yorida bo'lishlik kerak. Qattiqqo'llik ham o'zini me'yorida bo'lishlik kerak. Agar ortiqcha qattiqqo'llik bolaga agar ota-ona tomonidan beriladigan bo'lsa, ortiqcha qattiqqo'llik qilinadigan bo'lsa, bola kelajakda qattiq inson bo'ladi. Qo'pol inson bo'ladi. Ba'zi ota-onalar shu narsani tushunadi. Bolasini faqat bunga kaltak bunga ta'sir qiladi deydi. Faqat buni so'ksiz keyin bu tuzaladi deydi. Faqat buni qo'pollik qilib urib, o'sha qilayotgan ishidan qaytarsiz, keyin tuzaladi deydi. Mana shu tushuncha ota-onalarning ongiga o'rnashib qolgan. Bu tushuncha 100% xato bo'lgan tushuncha. Faqat qo'pollik, faqat o'sha urish, faqat unga asabiylashlik tuzatadi, isloh qiladi degan tushuncha.